Nima gapirasan? O'z onasini urib solgan shaxs qo'lga tushdi. Sen uchun o'g'lim. O'z onasiga so'kinib, uni haqorat qilib, keyin esa internetga tarqatgan ushbu shaxsni aslida jinsi ayolligini bilasizmi? Parkentda chiqib yotibmanga bu qiz bola ekan-ku, o'g'il bola emas. Ismi Zumrad ekan, menga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra. Ma'lumotlarga ko'ra bu ayol, ammo erkakcha yuradi va o'sha erkaklar onasiga baqira oladi deya bu ham o'z onasini yillar mobaynida qiynab kelganligi aytilmoqda. Gap so'zga qomaylik deb hamma narsani aytmay, gap so'zimni ko'chaga chiqarmay o'tirdim. Bo'lmadi. Shunda Ichki ishlar organlari bu holat yuzasidan allaqachon o'rganishni olib bormoqda, ammo videolar to'plami sizni ham ajablantiradi. Uning o'zida hududiy ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazoratga olinib, o'rganilgan. Ma'lum bo'lishicha, videodagi shaxs ruhiy kasalliklar dispanserida ro'yxatda turadi va muqaddam holati yuzasidan muolajalar olgan. Elparvar Instagramiga yetib kelgan bu masala internetda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Kim bu, nima sababdan bu narsani qildi? Kelinglar batafsil videolarni birgalikda tomosha qilsak. Malol kelmasa videomizga bittadan like bosib, ikki og'iz fikringizni yozib qoldiring, chunki shaxsan o'zi o'qib chiqadi. Va agar kibrli bo'lmasangiz kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying, iltimos.